Qaytarish! Jinursin portlab ketdi. Bunday bahaybat va xavfli baqish shaharning atrofida nima qilib yurgan ekan, ha? Ha, mayli. Nima bo'lsa ham, kim bir ta'mini tatib ko'rish kerak. Tuzumsan? Ha. Yo'q. Unchalik tuzukka o'xshamayapti. Keyinroq Lindan unga bir qarab qo'yishini so'rayman. Ha, oz qolishiga oz qoldi. Nima, bitta o'zing keldingmi? Haligi men yo'q. Ha? Bu maxluqni yetaklab kelganman edim. Chunki uni shahargacha olib boraman deb so'z bergan edim. Shaharga so'z bergan edi? U shuncha qiynalib bu yoqqa shu baqani olib keldimi? Nahotki u? Ha, o'ylaganim to'g'ri ekan. Bu baqani demak, kimgadir yedirgan olib ketayotganmiding? Endi tushundim. Shuncha go'sht yangi holatda bo'lishi uchun uni tirik olib borgan yaxshi. Shunda keyin tashishda ham muammo bo'lmaydi. Shuning uchun uni yashirib yurgan ekanda. Talonchilar uni ko'rmasligi uchun. Agar shaharda zahardan qutulish yo'lini o'ylab topishgan bo'lsa, xayrun ham qolmasdi. Balki bu bola shu baqani o'stirgani qancha kuchini ketkazgandir. Ha, katta va kuchli bo'lib o'slaring. Malades, yaxshi baqa kattakon bo'lgan. Shunda men uni shaharga olib bormoqchi bo'lgan buyurtmasini yo'q qildim. Sani qimmatbaho hayvoningni o'ldirib qo'yganim uchun kechir. Hammasini to'lab beraman. Pulim ko'p bo'lmasa ham, biroz vaqt bersang hammasi bo'ladi. Yo'q. To'lashingiz kerak emas. Lekin xavotirlamang, hammasi yaxshi. Rostdanmi? Axir u endi bo'laklarga bo'linib ketdi. Unda mayli. Aytgancha, bunday vahshiy hayvonni bu yoqqa qanday qilib olib kelding? Bu yoqgacha tortib kelmagan bo'lsang kerak, ha? Men maxluqlarni boshqara olaman. Uni bu yoqqa olib kelgani o'zimning qobiliyatimni ishlatdim. Bu nima deganing? Shu kichkintoy bunday bahaybat maxluqni boshqara oladimi? Ajoyib qobiliyating bor ekan. Bu dunyoda shunday qobiliyatga ega bo'lganlar yana bor ekan-da. Qobiliyat? Ha, adashdimmi? Men tug'ilganimdan shunday, aytganingizga o'xshash. Tug'ma qobiliyat? Bunday narsani tug'ilib turib bilgan bo'lsa, ajoyib. Bunga o'xshagan qobiliyat faqatgina ma'buddan berilgan bo'lishi mumkin. Men iblislar xalqidanman, shuning uchun. Iblislar xalqi? Iblislar xalqidan hamma shunday qila oladi. Demak, iblislar xalqi bu qandaydir qabila ekanda. Shunda ularning hammasida shunday qobiliyat bor, to'g'rimi? Menda shunaqa qobiliyat bo'lganda nima qilishim haqida rosa o'ylardim. Hayvonlarni menga yordam qilishga majburlardim. Dalalarni choptirardim va hokazo. Agar qushlarni boshqarsam zo'r bo'lardi. Men ulardan xat jo'natardim. Va yana kechalari menga itlar hujum qilishidan qo'rqmasam bo'lardi. Rostdan ham zo'r qobiliyat. Sen mendan qo'rqishing kerak emasmi? Sen meni yomon ko'rmaysanmi? Bu nima deganing? Meni qobiliyatimdan qo'rqib, o'zimni shu sabab yomon ko'radigan odamlar bor. Kim bunday zo'r narsani yomon ko'rar ekan, ha? To'g'risi, bunaqa gaplarga e'tibor bermaslikni tavsiya beraman. Nima deyishsa deyaversin. Seni qobiliyating juda foydali ekan. Foydali? Bu rostdanmi? Albatta. Bu ajoyib qobiliyat-ku. Bor-ku. O'zimda ham bo'lishini xohlardim. Rostdanmi? Menga o'xshagan. Men kimgadir foydali bo'lishi mumkinmi? Men bilan uni
O'rtamizda bitta katta farq bor ekan. U tug'ma iste'dodli, lekin nimaga o'zini shunchalik pastga uryapti? Hozir fikrlari boshqa joyda bo'lsa ham, lekin kelajakda uni hamma narsa qo'ldan keladi. Albatta. Mendan ham ko'p foyda tegadi. Istasang, qancha odamlardan rahmatga qolasan. Sensei! Ahvolingiz yaxshimi? Tupa-tuzuman. Sizni tezda davolashim kerak. Yo'q, menga hech narsa qilmadi. Xonam to'xtab qoldi. Maqtanish emas-u, lekin menga zahar ta'sir qilmaydi. Buni ma'nosi yo'q-ku. U shunchaki kuchli zahar emasdi. Bu aniq zaharli chirinda gazlar edi. Hamma narsa, hattoki o'simliklarni ham o'ldiradigan zahar. Uni o'ziga qabul qilib, hech narsa bo'lmaganday turishi mumkin emas. Yo'q. Bitta iloji bor. Muqaddas ruh. Ustoz Sayin Najot hukmdori bir marta menga buni ko'rsatganda, avliyo kabi tana va ruhni chiniqtirsa, bu uslub o'ziga tekkan hamma narsani tozalaydi va yaralarni ham tuzatadi. Bu uslubni o'zini noan'anaviy mashg'ulotlari oxirida kashf qiladilar. Ustoz Sayin bu uchun 40 yil o'tkazgandilar. Lekin Nur yosh bola turib shunga erishdimi? Aytgancha, Lin. Birinchi o'rinda bu bolaga qarab qo'y. Men yaxshiman. Menga hech nima qilmadi. Oppoq teri, kumush kabi sal ko'kimtir soch. Xuddi o'zlarini ichiga tortib oladigan to'q rangli ko'zlar. Buni bilgandim. Sen iblislarni xalqidanmisan? Aha, topding. Juda ham aqllisan-da. Nur sensei, siz buni bilib turib ham endi nima qilmoqchisiz? Agar iloji bo'lsa, o'zimiz bilan olib ketardim. Janob Nur, mumkin emas. Mumkin emasmi? Ular xavfli xalq. Barcha qirolliklar ularni o'ldirib tashlashga tavsiya qilishadi. Siz rostdan ham shuni xohlaysizmi, sensei? Bu bola iblis xalqidan kelgan va boyagi maxluqni ham o'zi olib keldi. Shunday yaxshi bug'doyni buzganimiz achinarli-ku, lekin endi u manida o'zini qurbaqasi bilan qilayotgan ishlarini bitira olmaydi. Aytayotgan qurbaqangiz boyagi qora o'lim ajdarhosimidi? Shaharga qora o'lim ajdarhosini olib ketayotganmiding? U shunchaki bola bo'lsa ham, u baribir juda ham xavfli. Kimgadir so'z berganman deganding. Kimligini so'rasam maylimi? Bilmadim. Ular o'zimga aytishmadi. Aldaganing bilan holating yaxshiroq bo'lib qolmaydi. Rostini aytsang, bizga katta yordam ko'rsatgan bo'lasan. Men rostdan ham bilmadim. Mana shundoq tarbiyalashgan. Qo'rqib turganini bir marta unga qarab tushunsa bo'ladi. Bunisi aniq. Bu bola qul. Loy qirolligida qullar taqiqlangan, lekin boshqa davlatlarda emas. Katta ehtimol bilan u maqomidan foydalanayotgan askar bolasi. Sana boradigan joying bormi? Men bu yo'lga ko'zimni yopib kelgan edim. Va qaysi shahardan kelganimni ham bilmayman. Bo'pti, nima deb o'ylaysizlar? Uni yaqin atrofdagi shaharga tashab qo'ysak bo'larmikan? Men nimani o'ylayotgandim? Otam har doim birovning gaplariga ishonmay, o'zingning fikringga ega bo'l deb aytgandilar. Men oldimda xavfli taqiqlangan iblis odam emas. Shunchaki uyi yo'q, qayerga borishni bilmaydigan bechora bolakay turibdi. O'zimni miyam bilan o'ylab ko'rmaganimga afsus qilaman. To'xtachi, san isming nima? Rolo? Rolomi? Zo'r ism ekan. Qisqagina eslab qolish oson. Ines, meni ham senga iltimosim bor. Bu bolani, Roloni o'zimiz bilan olsak bo'ladimi? Lenibur xonim, nimani his qilayotganingizni tushunib turibman, lekin agar unga joy bo'lmasa, o'zimnikini beraman. Muammo boshqa narsada. Iblis odamlarni metroni muqaddas rektorasiga kirishi taqiqlangan. Biz esa o'sha yerga ketyapmiz. O'zimiz bilan olib ketsak, qiynalib qolamiz. Agarda uni olib yo'limizda tashlab ketsak ham, o'zini qoldirib ketsak ham, bir o'zi tirik qola olmaydi. Men buni bilib turibman. Agar uni o'zimiz bilan olsak, metradagilar bizani dushman deb o'ylab hujum qilishlari mumkin. Lekin unga qaramay, buni kutmagandim. Ha, uni
Ancha oldin o'lgan deb o'ylab yurgan ekanman. Qara-ya. 6-qism. Men zaharni qaytardim. Play Market va App Store'dagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Lego, Natsu yo'q. Ovoz berdi Kimura, Capone va Nanami. Hamda Lego. Lego netmi? Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.